Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Roundup Starter kitobimizdan navbatdagi 6-mavzuyimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz the verb to be. To be fe'li. Demak, faylni ochib olaman men. Demak, faylni oldindan tayyorlab oldim. Videomiz uzoq bo'lib ketmasligi uchun buni tushuntirib ketaman. To be o'zbek tilida bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Va u qanday maqsadlarda ishlatiladi, nima uchun ishlatiladi, qachon ishlatiladi, buni bir chekkadan ko'rib kelamiz. Demak to be fe'li odatda demak shaxslarni ko'rsatishda, holatni ko'rsatishda, vaziyatni tushuntirishda yoki kasblarni aytishda, demak yoshlarimizni, joylashuvimizni va sifatlarni ifodalashda ishlatilar ekan. Demak to be o'zbek tiliga bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Buni demak o'tdim. Xo'p, hozirgi zamonda demak to be ni 3 ta shakli mavjud. Demak biz oldingi darsda personal pronouns, ya'ni kishilik olmashlarni o'tdik. Buni demak takrorlaymiz. I, men, he, u, ya'ni o'g'il bolaga nisbatan, she, u, qiz bolaga nisbatan, it. U jonsiz predmetlarga va hayvonlarga nisbatan. You sizlar, we biz, they sizlar. Ular uzr. They ular. Demak to be fe'lini tushuntiradigan bo'lsak, I ga am to be si to'g'ri kelar ekan. He ga, she ga, it ga is to be si to'g'ri keladi. You, we, they ga uchalasiga ham are to be si to'g'ri kelar ekan. Demak, endi bir boshdan qanday qilib ishlatilishini ko'rishamiz. Demak, kasblarni aytishda ishlatar ekanmiz, to'g'rimi? Demak, kasblarni aytish uchun demak subject, ya'ni gapning egasi, egaga mos emizar qo'yar ekanmizda va profession, ya'ni kasbni yozib qo'yar ekanmiz, ya'ni aytar ekanmiz. Masalan, I ga tepada jadvalda ko'rdik. I ga am to be tushyapti. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, I ga am to be tushyapti. Biz men deb turib birorta o'zimizni kasbimizni aytadigan bo'lsak, I derkanmiz va I ga mos emizar qo'yar ekanmiz. Mana bu yerda va profession deyapti. Kasbni qo'yib qo'yarkanmiz. Masalan, I am a teacher. Men o'qituvchiman deyapti. Endi he deyapti. He is, demak jadvalimizga qaraydigan bo'lsak, he ga is to be kelyapti. He is a doctor. U shifokor. She is an engineer. U injener. They are students. Ular talabalar. Demak, shunchaki men o'qituvchiman deyish uchun I a teacher deya olmas ekanmizda, I am teacher derkanmiz. Mana bu demak xato hisoblanar ekan. Siz qo'yamiz. I am a teacher to'g'ri variant ekan. Xo'p, shaxs yoki narsani tasvirlash uchun sifatlar bilan. Demak, biror bir shaxsni sifatlar bilan buni ifodalaydigan bo'lsak, she is beautiful. U chiroyli deyapti. Demak, she ni, ya'ni mana bu qiz bolani sifatlar bilan biz ifodalayapmiz, chiroyli deb. Endi to be kelyapti, she is bo'lib. Yoki bo'lmasam he bu o'g'il bola. O'g'il bolaga nisbatan buni ifodalayapmiz tall deb. He is tall. U bo'yi baland degani. U novcha degani. The book is interesting. Kitob qiziqarli deyapti. Ya'ni the book bu yerda it bo'lib keladi. Ya'ni mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, it u deganda, ya'ni biz predmetlarga nisbatan itni ishlatamiz. Keyin they are happy. Ular xursand. They are happy. Ularni sifat bilan ifodalayapmiz. Demak, sifatlar quyidagi sifatlar bilan tez-tez ishlatilsa bo'ladi ularda. Xo'p, keyingisi yoshimizni aytish uchun to be ni ham ishlatar ekanmiz. Demak, ingliz tilida yoshni aytishda have dan emas to be ishlatiladi. Fransuz tilida shunaqa. Fransuz tilini bilsalaring, o'qiganlar biladi. Menda nechidir yosh bor. Masalan, menda 31 yosh bor deb aytiladi fransuz tilida. Lekin ingliz tilida menda bor emas, to be ni qo'yar ekanmiz. Masalan, I ga am to be tushyapti, to'g'rimi? I am 18 years old. Men 18 yoshdaman deyapti. Yoki she is 10 years old. U 10 yoshda. They are 20 years old. Ular 20 yoshda. Ya'ni
mana bunga o'xshatib x qilib qo'yildi. I have 18 years old. Menda 18 yosh bor. O'qiganda bu ingliz tilida xato hisoblanadi. To'g'ri varianti I am 18 years old. Men 18 yoshdaman. Xo'p, joylab shuni bildirish uchun ishlatar ekanmiz. Demak, subject, ya'ni gapning egasi, unga mos emizarni qo'yar ekanmizda, unga place, ya'ni joyni qo'ysak, ana shu subject, ana shu gapning egasi ana shu joyda turibdi degan ma'noda kelar ekan. Masalan, I am at home. Men uydaman. Ya'ni subject kelyapti I bo'lib. Xo'p, undan keyin unga I ga mos to be ni qo'yapmiz. Am. Keyin place deyapmiz. Place degani bu joy. Joy bu at home bo'lib, uyda. I'm at home, uydaman. He is at school. U maktabda. Yoki they are in Namangan. Ular Namanganda. Yoki we are in the classroom. Biz sinf xonasidamiz. Demak, e'tibor bersak, ega, keyin egaga mos emizar va joy nomi. Xo'p, millat yoki kelib chiqishni aytish uchun ham to be ni ishlatar ekanmiz. Demak, I am Uzbek deyapti. Men o'zbekman degani. I ga keyin emizar qo'yapmiz. Egaga mos emizar va millatni aytsak, men mana shu millatga mansubman, men shu millatdan kelib chiqqanman degan ma'noda kelar ekan. Yoki she is Russian. U rus. Yoki they are Korean. Ular koreyalik yoki Koreys millati. Yoki we are from Uzbekistan. Biz O'zbekistondanmiz. Xo'p. Keyingisi. Munosabatlarni bildirish uchun. Demak, kimdir kimgadir qanaqa jihatdandir bog'liqligini ifodalash uchun ishlatamiz munosabatlarni. Masalan, he is my brother. U mening akam. He is my brother. Yoki she is my sister. U mening opam. They are my friends. Ular mening do'stlarim. This is my teacher. Bu mening o'qituvchim. Demak, e'tibor bersak, they ga are, she ga is, he ga is. Demak, har bir egadan keyin egaga mos to be ni qo'yib olishimiz kerak ekan. Demak, qisqacha takrorlashib qolamiz yuqoridagilarni. Demak, kasb uchun ishlatar ekanmiz. I am a teacher. Demak, sifatlarda, demak, egani sifat bilan ifodalasak, she is beautiful, u chiroyli. Demak, yosh uchun he is 15 years old, u 15 yoshda. Joy nomini, lokatsiyasini bildirish uchun they are at home, ular uyda. Millat uchun we are Uzbek. Biz o'zbekmiz. Munosabatda he is my friend, u mening do'stim. Demak, hozircha shu. Demak, to be ni biz 3 ta darsga bo'lib o'tamiz. Sababi bu juda ham katta mavzu. Hozircha mana bu kitobdagi mashqlarga o'tish uchun biz 3 ta shaklni tugatib olishimiz kerak bo'ladi. Darak, inkor, so'roq va maxsus so'roq shakllari bor. Ularni keyingi darslarimizda demak o'rganamiz. Darsimiz shu joyda tugaydi. Sog' bo'lasizlar.